Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari. Akalar, mini traktor uchun tayyorlangan pulugimiz. Ko'ryapsizlar. Kimga qiziq bo'lsa, sotuvda pritseplarimiz 2 metrga 4 metr, 2 metrga 4 metr, 180 ga 3,5 metr xohlasa. Bu pritseplarimiz ramalariga kirskalar sep bo'ldi. Xohlasa ertaga bortlan ilamiz, lisini bosish harakatini qilamiz. Ertaga lisini bosib tayyorlaymiz. Bu pritsepimizda mana bu narsalar qo'yilyapti. Buni ham ertaga bortlarni tayyorlab, bortlarni qo'yib, mana listlarimiz tayyor. Listlarni bosamiz ertaga xohlasa. Bugun svetimiz o'chib qoldi. Hozir ma'lum bir sabablarga ko'ra mini traktor uchun tayyorlantirilgan pritseplar akalar. 12 davlatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha yasab beramiz. Materiallarimiz hammasi konteyner materiali. Kimgadir yangi profildan tayyorlash kerak bo'lsa, yangi profilni narxini hisoblab tayyorlab beraveramiz. Mini traktor uchun tayyorlangan pritseplarimiz. Holati sasyanasi juda tiniq bo'ladi, xohlasa. Kuruklarimiz sasyanasi ham ko'ryapsizlar, aylanishi cho'tka aylanadi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, 99lik 970 2204. Hali didi nozikroq klientlarimiz uchun ham kurukni taniq yangisini olib kelib qo'yganmiz, hozir ko'rasizlar. Mana didi nozik klientlar uchun kuruk. Aylanishini ko'ryapsizlarmi akalar? Aylanishiga necha buni? Zil pritsepni kurugi. Aylanishini ko'ryapsizlar, cho'tka aylanadi. Menga o'sha kurukni qo'yib beringlar desalar, ana shu kurukni qo'yib tayyorlab beraveramiz. 12 davlatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha yasab beramiz akalar. Pritseplarimiz o'ngga chapga ag'daradi. Mini traktor uchun tayyorlangan pritsep. Namangan viloyatiga Oltiariqqa o'sh keyin yana bitta O'xshiga 4 ta joyga pritsepimiz tayyorlanadi. Mana bu narsamiz yo'mkis qilamiz. Buni ham ertaga bitirib videosini chiqarib ko'rsatamiz sizlarga. Yangi pritseplarimiz uchun mana materiallarimiz tiniqlari kelgan. Zakaz bersalar mana bunaqa tiniq zo'rdan tayyorlab beramiz. Vafsha stinkasi 4,5 chiqadi ular, stinkasi 4,5. Stinkalari zo'r chiqadi xohlasa. Mana bunda katta apparatlarda svarkalarimiz bo'ladi akalar. Risollarimiz 9 talik pachka risollar, o'slarimiz rossiyskiy broider va kuruklarimiz ham tiniqligini ko'ryapsizlarmi akalar? Xuddi mana shunaqa tiniq kuruklardan qo'yib tayyorlab beramiz. Mana bu kuruklarimiz ham tiniq. Sastyanasi juda ham bir idealni. Silindrlarimiz ham katta pritsep silindrlari bo'ladi. Ertaga buni ham osamiz silindrlarni. Mana buniki tayyor bo'ldi, osgani, osmonlarni tayyorlab qo'yganmiz. Akalar, 12 davlatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangi Qo'rg'on. Mana bunday narsalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Nozik did bilan ishlangan. Yoqqa bu yoqqa ishlayveradi bu. Shuni sug'uradi, nari tomonga qo'yadi. Qolasin bu tomonga qo'ysin. Bilasizmi? Svetimiz ham yonda akalar. Ishni bosamiz endi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. 24/7 telefon nomerlarimiz ishlaydi. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib ma'lumot olishlaring mumkin. Bemalol. Keyin pritsepimizda o'zgarish kiritilgan ancha mana bunday ramalari двойной bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Balonlarimiz Cobalt baloni bo'lyapti, sastyanasi tanig'idan. Materiallarimiz konteyner materialdan akalar. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Hammaga omad, charchamang. Like, podpiska esdan chiqmasin, o'g'illar.